Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va Amerika Qo'shma Shtatlarining St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi tomonidan bolalar saratoniga qarshi global platforma yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston ushbu platformaga qo'shilgan ilk davlatlardan biri bo'lib, loyihaning asosiy maqsadi yurtimizda saraton bilan kasallangan o'g'il-qizlarni sifatli dori vositalari bilan bepul ta'minlashdan iborat. Ayni kunlarda Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi vakillari mamlakatimizda bo'lib, bolalar onkologiyasini erta tashxislash va davolash borasidagi ishlar bilan yaqindan tanishmoqda. Dastlab shu haqda. O'zbekiston 2024-yildan Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining bolalar saratoniga qarshi global tashabbusida 10 ta maqsadli davlatdan biri sifatida ishtirok etmoqda. Ayni paytda ushbu global platforma doirasida yurtimizning 14 ta hududidagi shifoxonalar, bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi hamda bolalar milliy tibbiyot markazida davolanayotgan 2000 nafar bola qimmatbaho kimyoviy preparatlar bilan ta'minlanmoqda. Dunyodagi birinchi ushbu global platforma Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va AQShning St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi loyihasi bo'lib, ayni kunlarda mazkur muassasa vakillaridan iborat delegatsiya mamlakatimizda bo'lib turibdi. Dastlab mehmonlar Uzbekistan Airport Cargo Logistik majmuasiga tashrif buyurib, bu yerda onkologik dori vositalarini sovuqlik zanjiri asosida saqlash va tashish jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Mamlakatingiz ushbu global platforma uchun tanlangan asosiy davlatlardan biri hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi O'zbekistonda saraton bilan kasallangan bolalarni sifatli dori vositalari bilan bepul ta'minlashdan iborat. Biz ushbu xalqaro logistika majmuasida dori vositalarini olib kelish va saqlash jarayonlari bilan yaqindan tanishdik. Guvohi bo'ldikki, bu yerda barchasi xalqaro talablar asosida yuqori darajada tashkil etilgan. Shuningdek, delegatsiya vakillari sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining vaksinalar omborida bo'ldi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va AQShning St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi tomonidan bolalar saratoniga qarshi global tashabbus yo'lga qo'yilgan. Loyihaning maqsadi 2030-yilga kelib, dunyoda ushbu kasallikdan sog'ayish ko'rsatkichini 60% ga yetkazishdan iborat. O'zbekiston mazkur tashabbusga qo'shilgan ilk davlatlardan biri bo'lib, mamlakatingizning bu boradagi qat'iyatidan mamnunmiz. AQShlik mehmonlar bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markaziga ham tashrif buyurdi. Ta'kidlash lozimki, yaqinda ushbu muassasaga onkologik dorilarni inson omilisiz tayyorlovchi robot va raqamli texnologiyalar uyg'unlashgan noyob qurilma o'rnatildi. Bu esa markazda davolash jarayonlari sifatini yanada oshirish barobarida dorilarning samaradorligini kafolatladi. Shuningdek, global platforma doirasida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'zaro hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlar natijalari, erishilgan yutuqlar va boshqa dolzarb masalalar yuzasidan taqdimot o'tkazildi. Unda dori vositalarining yetib kelish muddatlarini optimallashtirish, texnik talablarni to'g'ri shakllantirish, talabnoma berish hamda dorilarni hududlarga yetkazish va bemorlarga qo'llash jarayonlarini takomillashtirishning eng maqbul yo'llari atroflicha muhokama etildi. Delegatsiya vakillari Toshkent shahar ko'p tarmoqli shifoxonasida taskin bolalar onkologik hospisi faoliyati bilan ham tanishdi. Ma'lumot o'rnida ushbu tashrif doirasida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va AQShning St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi o'rtasida hamkorlik bo'yicha memorandum imzolanishi kutilmoqda.